O'smirlarda endokrinologga murojaat qilinadigan eng ko'p xato holatlar. Birinchisi, bu qizlarda sikl buzilishi. Qizlarda hayz sikli boshlanishi bilan birdaniga regulyar bo'lib ketmasligi bu normal holat. Chunki organizmdagi qandaydir o'zgarishlarni bosh miya to'g'ri yo'lga qo'ygunicha qanchadir vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni bosh miyadagi gipofiz va tuxumdonlar bilan o'rtadagi o'q to bitgunicha vaqt kerak. Ikkinchisi, o'g'il bolalarda ko'krak bezining o'sishi. Bu ham normal holat bo'lishi mumkin. Erkaklarda ayollik gormoni, ayollarda erkaklik gormoni normada ishlab chiqariladi. O'smirlarda ham gormonlar o'zgarishi oqibatida bu holat yuzaga keladi va bu 1-1,5 yil ichida o'tib ketadi. Keyingisi semirish. Agar semirish jinsiy rivojlanishning orqada qolishi bilan kechayotgan bo'lsa, unda nafaqat endokrinologga, balki nevropatolog, lorga yoki infeksiyalarga ham tekshirish kerak. O'smirlarda adipoza genitaliy sindrom degan kasallik bo'lishi mumkin. Hamda bo'y pastligi. Onalar o'smir bolalarini juda kech o'sish zonalari yopiq bo'lganda bo'yni o'stirish uchun endokrinologga murojaat qilishadi. O'sish zonalari deyarli 15-16 yoshda yopilib bo'ladi va bo'y o'stirish umuman imkonsiz bo'ladi. Nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda qalqonsimon bezni tekshirtirish kerak. O'zbekiston yod defitsit zonaga kirgani uchun eng ko'p gormonal kasalliklarning sababi bu yod yetishmasligi, bo'qoq kasalliklaridir. Zararli odatlar, ularni nazoratga olish kerak. Va albatta eng muhimlari tana vazni, to'g'ri ovqatlanish, sport hamda uyqu rejimi.